Nyu-Yorkdagi o'sha mashhur Louis Vuitton oldida joylashgan Tiffany kafesida bugun tug'ilgan kunimni nishonladik. Bu kafega kelish uchun naqd 1 oy kutdik va ro'za sababli kechki appointment qilganimizga asosiy eshik yopiq ekan, personallar bizni boshqa eshikdan olib kirishdi. Birinchi etajda yuvelirkalar sotarkan kafe, 6-etajda joylashgan. Shuning uchun liftdan chiqishimiz bilanoq bizni o'zgacha atmosfera kutib oldi. Kirorishda tarixiy joylar, keyin esa kafega o'tdik. Kafe ham umuman o'zgacha bezatilgan. Bu kafe aynan Tiffany at Breakfast kinosidan daxlanli olib qurilganligi haqida ma'lumot berdi. Bu yerda menga ayniqsa potolok Tiffany korobkalari bilan bezatilganligi juda ham yoqdi. Doimgidek o'g'limiz uxlab qolgan edi va bu bizga juda ham yoqib tushdi, chunki biz o'zimizni bemalol his qildik. Men tug'ilgan kun torti zakaz qilmoqchi edim, lekin bir kun oldin zakaz berish kerak ekan. Bu haqda xabarim yo'q edi, lekin meni xursand qilib shunaqa shamchalar olib kelishdi. Vau, ramazza. Bu yerning shef-poveri yulduzga ega va bu yerdagi barcha retseptlar unga tegishli va bu yerdagi retseptlar boshqa restoranlarda tayyorlanish qat'iyan man etiladi. Biz iftorlikka kelganimiz uchun va Tiffany restorani soat 7 da yopilarkan oshxonasi. Shuning uchun biz majburlanib faqat shirinlik yeyishga to'g'ri keldi va biz 3 ta shirinlik yedik va bu qanchaga tushganini ko'rishingiz mumkin. Yorkda yashaganlar biladi, bu yerda tip berish bu yozilmagan qonunga kiradi. Bu yilgi tug'ilgan kunimni shunaqa Tiffany kafesida o'zgacha atmosferada nishonladik. Ha aytgancha, agar Nyu-Yorkda bo'lsangiz yoki kelmoqchi bo'lsangiz, bu kafega обязательно kirishni maslahat beraman. Adresni esa описаниеda qoldirdim.